Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Mana bir yana navbatdagi darvozamiz ustunlikka jarayonlarni tugatib oldik. Bu darvozamiz high-tech fasondagi darvoza. Hozirgi kunda o'zi 2024da moda bo'lib kelayotgan, trendda yurgan darvozamiz. Bu darvozamizda Top tumani G'umso'roy qishlog'iga o'rnatdik. Hozir darvozamizda eni 360, balandligi 330 bo'ldi. Darvozamiz yondirlari ikkala yoni tagi shivillarda 10 shivilda bo'ldi. Profillar oltiga turib 1.7 tenkada, listlari 1.8 toza qora rossiyskiy list bo'ldi. Mana bu gullar ham hammasi qora o'sha alenaqa qalin listdan 1.8 listdan bo'ldi. Ishlari ham hammasi nerjenkalari qoradan qo'yib berdik. Zamoklari har doimgidek zo'r zamok. Ochilib yopirishlari. Chotki mana darvozamizda mana katta qanotlarni ochilishlari. Katta qanotlar ochilishlari ham mana yengil ochilib yopiladi. Orqa tomonlarni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Orqa tomonlarni ham bir ko'rsatdim. Bu hozir mana shu holatda 2 qavatli holati, mana darvozamizda 2 qavatli holati. Mana shu 2 qavatli holatda orqa tomon xuddi shunaqa bo'ladi. 3 qavatli deganlarga orqa tomondan yana bir qator lisi bosib beriladi. Tekis qilib yopib beriladi. Telegram kanallaring bormi? Bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqa chiqarasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustanovkamiz bor. Kvadrat 1.400.000 so'mdan hozir ustanovka qilib berdik. Butun O'zbekiston bo'ylab mana shu holatda 1.400.000 so'mdan ustanovka qilib beramiz. Dastlabki ustanovkalari bepul. Agarda orqasini ham tekis qilib 3 qavatli qilib ber deganlarga 1.600.000 so'mdan kvadratni chiqarib beramiz.